Yaxşımısызlar? Bütün dünyadaki barlıq vətən söygən qeyrindaşlarım. Bugünkü günüңlar xeyirlik bolsun. Bugünkü günüңlar xeyirlik bolsun, işləriңlar yaxşı bolsun. Bugün bu sizlər bilan azraq özümnің xoşallık gaplarını azraq degim keldi. Belkim xəbəriңlarda бар. Toplarda көріп turvatımız. Litva hökumətiniki, Litva parlamentinin Xitay hökumətining Uyg'urlarga yurgizayotgan erkiy qirg'inchiligini, ya'ni Xitay hökumətining Uyg'urlarga yurgizayotgan shu siyosatlarni erkiy qirg'inchilik deb e'tirof qilganlik xabarlari turdi. Buni inglizcha yozilgan xabarlardan ko'ryapmiz. Meningcha to'g'ri deb o'ylayman, bu xabarning manbasi to'g'ri. Litva parlamentidagi Litvaning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini mening nazarimda irqiy qirg'inchilik, Xitoyning Uyg'urlarga tutayotgan shu razil siyosatlarini, Uyg'urlarni teltüküs yo'qotish siyosatini irqiy qirg'inchilik deb turib to'nidi degan xabarlarni men rost deb turib qarayman, rost bo'lishini umid qilaman qarindoshlarim. Shu sababdan bu xo'shallikdan men sizlar bilan o'rtaq kechiringlar, faxrni o'rtaq bir bahramon bo'laylik deb o'tirib bu so'zlarni qilib o'tiribdiman. Bundaq muhim xabarlardan bizning yezilayotgan narsalarimiz nurg'unlari bizning arab alfobida bo'lgandiki, nurg'un O'rta Osiyodagi nurg'un qarindoshlarimiz xabarning tigi manbalarini bilib bo'lmagandan u qarindoshlar bizga doim deb turdi. Anaqmo, mamandaqmo deb o'tirib. Shu qarindoshlarimiz bo'lsin, bu xabarni qarindoshlarimiz bo'lsin, hammasiga bu biz uchun bo'lgan chaqda bir xo'shallar xabarni o'rtaq bahramon bo'laylik degan tariqat so'zdi. Demakki, Litva hukumati Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan 5-davlat bo'ldi qarindoshlar. 5-davlat Litva bo'lgan bo'ldi. Menga ta'sir qilgan nuqta qaysi qarindoshlarim bilamsizlar? Litva degan bir davlatga qarasak, Litva bu Baltiq bo'yidagi Litva, Latviya, Estoniya qatorliq 3 davlat. Bir-biri bilan qo'shni bo'lgan Baltiq bo'yidagi Sovet ittifoqidan ayrilib chiqqan, yer maydoni 60.500 ga deyman kvadrat kilometr bo'lgan, aholisi taxmini 2.700.000 dan 3 milliongacha bo'lgan kichik bir davlat. Iqtisodiy ahvolini aytsak, iqtisodiy ahvoli 20-ninki xeyli keynida. Iqtisodiy ahvoli men cho'g'an chaqda shunchalik yaxshi emas deb o'ylayman. Bizninkimi shirkatda bo'lsin, Norvegiyada shu Litva, Latviya, Estoniyadan kelib ishlayotgan nurg'un yoshlarni men jiq yoshlarni taniyman. Ular bilan ham suhbat bo'lgan, bizning Uyg'ur masalalarini, vatanimizning ishg'ol qilinganlik masalalarini ular bilan biz paranglashgan. Ulardan bizden so'rgan, sizlar Uyg'urlar burun qandaq-qandaqdi degan vaqtida, masalan, biz 33-yilimiz Cumhuriyet qurgan, 45-yilimiz Cumhuriyet qurgan. Buni mundaq siyosiy ishlar tufaylidan Xitoy hukumati ishg'ol qilib olgan degan vaqtida shular bizga deb beradi. Bizmi 1918-yildan burun Litva bir mustaqil davlatdi. Keyin andaq bo'ldi, keyin mandaq bo'ldi. Masalan, 1940-yili Stalin hukumati Germaniya bilan jang qilishdan avval yana bir qator davlatimizdan besib olgan erkin. Biz bu mustaqillik yo'limizdan aslo biz voz kechmadik. Bu mustaqillik yo'limizdan voz kechmadik. Masalan, biz Sovet ittifoqining parchalanishi orqali, ularning ma'noyligini Sovet ittifoqining parchalanishi orqali biroqli biz bir kechining ichida mustaqil bo'lib qolgan davlat emas deydi ularning degan gapida. Masalan, o'zinglar xabaringlarda bor, masalan, O'rta Osiyodagi bo'lsin, masalan, Sovet ittifoqi tarkibidan 15 davlat, Rossiyani qo'shgan chaqda 16 davlat ayrilib chiqdi. Buning ichida menga ta'sir qilgani shu Litvalik, Latviyalik qarindoshlarimizningki, Estoniyalik qarindoshlarimizning so'zlab berdigani, biz aslo va aslo Sovet ittifoqininki bu diktator siyosatini biz qabul qilmagan. Hatta 1990-yili Sovet ittifoqi parchalanib chiqishdan burunma biz shu Baltiq bo'yidagi davlatlar, Litva qatorliq davlatlar Sovet ittifoqining bizning davlatimizni ishg'ol qilganlik siyosatiga qarshi biz namoyishimiz, noroziligimizni bildirib kelgan. O'zimizning haqliq davosini Amerika g'arb dunyosiga deb kelgan. Biz hargiz Sovet ittifoqining bir kechida tuyuqsiz yiqilib tushish orqali mustaqil bo'lib qolgan Sovet ittifoqi tarkibidagi qolgan jumhuriyatlarga o'xshamaymiz. Davlatlarga, qolgan davlatlarga o'xshamaymiz. Biz Sovet ittifoqi parchalanishdan burun o'zimizning mustaqilligini vaqt kelib qolsa, xalq qalbimizda jakolab bo'lgan.
namoyishlarni qilgan, masalan Moskvaga yetkidek uzun qo'l tutish namoyishlarini biz shu vaqtida erkinlik mustaqillik deb o'tirib shunday qilgan deb o'tirib bizga maqtanib o'tirib so'zlab berdi. Ularning menga ta'sir qilgan yeri qaysi? Bay so'zimda degandek, nurg'un insonlar ular shuni tushuntirishga tirishadi. Nurg'un insonlar deydiki, Latviya, Litva, Estoniya bu uchinimi masalan Sovet Ittifoqi tarkibida parchalanib chiqqan Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq boshqa davlatlarga va yoki Moldaviya qatorliq boshqa davlatlarga, Moldova qatorliq boshqa davlatlarga selishtirishni o'zi xohlamaydi. Ularning degan gapi bizning davlatimiz besilib olgan, xuddi sizlarga o'xshash. Bizmi Sovet Ittifoqi kuchli bo'lsa-mu, yo'q biz mustaqil bo'lamiz degan bu irodamizdan yonmagan. Sovet Ittifoqining bir kechada yiqilib tushishi orqali biz mustaqil bo'lib qolmadik. Biz Sovet Ittifoqi 90-yil yiqilgan bo'lsa, undan burun biz o'tirib mana mundaq namoyishlarni qilgan, biz mundaq gaplarni deydik deb o'tirib, shunday gapinda bizga shunday bir yaxshi ilhomlantirishni berdi shu do'stlarimiz. Mustaqillik irodanglardan hargiz voz kechmanglar. Dunyoning kuchli bo'lishi Sovet Ittifoqining biz o'tirib ayni vaqtda yiqildi, do'milaydi degan narsani o'ylamagan. Ularning degan gaplari. Sovet Ittifoqidek shundoq dunyoni titratayotgan bir davlatni yiqiladi deb aslo o'ylamagan. Ammo shundoq bo'lsa-mu, biz masalan 88-89-yillari shu Baltiq bo'yidagi 3 davlat biz asosan biz Sovet Ittifoqiniki bizga yurgizgan, ya'ni davlatimizni ishg'ol qilib olganlik ahvoliga qarta biz noroziligimizni bildirib, mundaq namoyishlarni qilgan deb o'tirib o'zidan shunchalik faxrlandi. Yana takrorday qarindoshlarim, ularning menga ta'sir qilib degan yeri biz hech bir zaman Sovet Ittifoqining qachon parchalanishini biz bilmaydik, ham uni saqlab o'tirmadik. Ammo biz Sovet Ittifoqining davlatimizni ishg'ol qilganligi, bunga norozilik tufaylidan har qanday vaqt noroziligimizni bildirib keldik ilgirma. Buningki biroz jonliq bo'lgan tarafi, masalan, shu Latviyadan boshlandimi, masalan, Litvadan boshlandimi, bu aniq yaxshi xabarim yo'q. Dunyoda qo'l tutishib Moskvagacha qildigan norozilik namoyishlari bu dunyoga ta'sir qilgan deb turib o'zidan maqtandi qarindoshlar. Masalan, Sovet Ittifoqida yiqilgandan keyin mustaqilligini birining keyindan biri jakalagan davlat. Masalan, Estoniya, masalan Litvaniya, masalan Sovet Ittifoqi tarkibida birinchilab o'tirib mustaqilligini jakalagan davlat deb o'ziga faxrlandi. Masalan, qarasanglar, uni o'qib kelsanglar, Qozog'iston 15-14-o'rinda jakalaydi. Eng oxirida jakalaydi. Hamda mushuning o'zidan ko'rinib turdiki, kimniki qanchalik mustaqillik tashna bo'lganligi, kimning qandaqligi bu yerda o'rtada. Uni selishtirib tushuntirishning hojati yo'q. Meningga ta'sir qilgan nuqta qaysi desa, Litvadek shundaq. Aholisi nihoyat kichik, iqtisod asosi nihoyat ojiz, o'zi kichik davlat nima uchun Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qiladi qarindoshlar? Bu yerdan u davlatning boshqa ishki siyosatlari boshqa narsani deb kelsak, balkim har kimning har turli ko'z qarashi bo'ldi. Bu yerda men u to'g'riliq u narsalarni yeyishib o'ltirmayman. Mening biladiganim qaysi desa, shu Litvadek bir kichik davlatningki, nihoyat kichik bir davlatning Xitoydek bir cho'ng davlatga haq kelgan vaqtning o'zida, to'g'ri kelgan vaqtning o'zida, adolatga kelgan vaqtning o'zida men bu haq maydonda, to'g'ri maydonda Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik iborat bu sening razil siyosatning oldida men o'zim ojiz bo'lsam-mu, kichik bo'lsam-mu o'tirib mening bu haqliq da'voda, haq yo'lda men haqning tarafida turman deganligidan boshqa narsa emas qarindoshlar. Bu boshqa narsa emas. Demak, bu yerda bir narsani ko'rsatib beryapti. Bir davlatning haqda adolatli ching turish uchun cho'qim kuchlik bo'lish shart emasligini, cho'qim yo'g'on bo'lishning shart emasligini bu yerda o'tirib qo'yyapti. Bu bir ulgi, eng cho'ng ulgi bo'ladi. Cho'qim kuchlik bo'ldigan ish bo'lgan bo'lsa, boy bo'ldigan ish bo'lgan bo'lsa, masalan, Saudiya Arabistonining iqtisodimi 20ning ichida. Masalan, dunyodagi iqtisodiy ahvoli yaxshi bo'lgan 20 davlatlarning suhbatida qatnashadi. Masalan, Turkiya mu iqtisodiy ahvoli masalan 20ning ichida. Shularniki dunyodagi shu suhbatlarga masalan dunyodagi iqtisodiy ahvol taraqqiy qilgan 20 davlatning ichida bular o'tirib suhbat olib bordi. Mening bu yerda bir ta'sir qilgan nuqtam qaysi desa, masalan Latviya bilan shu Litva bilan ba'zi narsani selishtirib keldi qarindoshlar. To'g'ri tushuninglar. Mening xabarimda qilishicha 2019-yili Amerika hukumati
Şu Donald Trump, Mike Pompeo, şu Katarlık emeldarlar, Katarlık Amerika hükümeti emeldarları 2019 yılı kaçıncı ayda? 8. ay bo'lishi kerak. BDT'da Religion Freedom deb turib bir yig'in ochdi. Shu vaqtning o'zida Uyg'urlarmi qatnashdi. Uyg'urlarni masalan shu vaqtning o'zida bir sapga shu Donald Trump, Mike Pompeo qatorliqlarni bir sapda o'ltirg'izib qo'yib o'tirib, mening esimda qilishicha Javhar Ilhom shu vaqtning o'zida so'zladi Uyg'urlarga vakolatan. Biz shu vaqtida degan, demak bu yerda Amerika hukumati Uyghur xalqining bu haqliq davosida turdiganligini dunyoga oshkora jakolidi deb turib shundoq degan. Demak, bu siyosat to'g'ri chiqyotidi qarindoshlar. Ham bu yerda shu yig'indan avval bir narsa o'tirib qo'yilgan, bir savol o'tirib qo'yilgan. Shu yig'inning o'ziga Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an shu yig'inga kirgan. Shu yig'in boshlanishning oldi kaynida bo'lsa kerak, bir muxbirning va yoki Uyg'ur so'rdimi shu vaqtning o'zida Uyg'ur xalqiga yurgizayotgan shu inson huquq masalasida Erdo'g'an hokimiyati, Erdo'g'an sizning tutgan siz nima deysiz deb turib bir savollar tushgan. Ya meni Uyg'urlar so'radi, bir shundaqroq yoki muxbirlar so'radi, ishqa bir savollar so'raldi, men buni ko'rdim degan vaqtning o'zida Erdo'g'an apandimning degan bir so'zi bor. Bu masalasini o'tirg'a ko'tarib chiqaman desa, Amerika kuchlik, Amerikadagi davlatlarga yarashadi degandek gaplarni qilgan. Qarindoshlar, mushu savolni ayni vaqtning o'zida masalan shu Litvadagi bir ajiz davlatdan so'ragan bo'lsa, Litva nima deb javob bergan bo'lg'aydi? Saudiya Arabistondan so'ragan bo'lsa, nima deb javob bergan bo'lg'aydi? Qarindoshlarim, endi men buning oq tarafini, qolganlarini men bilmayman. Davlatlar davlat o'tirisida har turli siyosatlar bo'ldi, ammo mening xo'sh bo'lgan yerim, demak qarindoshlarimiz bu yerda nurg'un insonlarimiz bo'lgan, masalan Xitoydek iqtisodiy cho'ng bir davlat kelgan vaqtimizda aciz davlatlar qo'llamaydi, kuchli bo'lgan davlatlar qo'llaydi degan bu nazariyami xato chiqyotdi qarindoshlar. Litva qarab baqsanglar, Litvaninki boy dedim, iqtisodiy ahvol shunchalik ajiz. 3 millionga yetmaydigan aholisi bor. 63.500 kvadrat kilometr zaminga ega bir kichik davlat. Bu kichik davlatning qabul qilishi qarindoshlarimiz bizning bu haqliq da'voyimizning to'g'ri ekanligini, haqliq da'voyimizni, ya'ni Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik masalasi bu haqliq da'voga kelganda ajiz davlatmi o'zining axloq prinsipi, ya'ni demokratik ideologiya bo'yicha menayotgan axloq prinsipida biz ching turmiz, adolat haqda ching turmiz, Uyg'urlarning qashi ching turmiz deydigan ajiz davlatlarning buni qabul qiladiganligini, biz taraf turadiganligining bir isbotini yo'ritib beryapti. Mening demoqchi bo'lgan nuqtam bu. Qarindoshlarim, balkim sizlar to'g'ri tushundigansizlar va yoki to'g'ri tushunmaydigansizlar, men bilmayman. Ammo bugun o'tirib bizning irqiy qirg'inchilik da'voyimizda 5 davlat qabul qilgan bo'lsa, bizning kelgusi mustaqillik yo'limizda bizni o'tirib mustaqilligimizni masalan o'tirib 5 davlat to'nidi desak, mencha bo'lgan chog'da xato bo'lmaydi deb o'ylayman. Hozir qadar o'tirib masalan irqiy qirg'inchilikni Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'nigan 5 davlat bo'lgan bo'lsa, bu davlat mohiyatni aytgan vaqtida bizning mustaqilligimizni to'nidi desak, mencha xato bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki buning arxa ko'rinishlarini biz bu yerda Darfurda bo'lgan irqiy qirg'inchilik, Sharq Temurda bo'lgan irqiy qirg'inchilik va u yerdagi ularning keyin mustaqil bo'lishlarini so'zlab keldik. Bu yerda xulosa men shunday bir fikrni o'tirib qo'yib qo'yman. Balkim eshib ketgandi, ammo Xitoydagi bir cho'ng davlatga selishtirgan vaqtning o'zida hozir hamma siyosatlarni xato deb o'tirib 5 davlatning bizning Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'nishini, demak men o'tirib mening nazarimda, mening tushuncham bo'yicha bo'lgan chog'da mustaqilligimizni to'nishga kirgan, to'nigan 5 davlat asosan bu yo'lga kirdi desak, mencha xato bo'lmaydigan deb o'ylayman. Bu bir o'g'inish. Xato bo'lib qolsa, to'g'ri tushuncha berasizlar. Qarindoshlarimiz, meningki bu orqali demoqchi bo'lgan nuqtam qaysi desa, qarindoshlar, dunyoda har turli siyosiy o'yinlar bo'layotidi, siyosiy ishlar bo'layotidi, janglar bo'layotidi. Biz bu masala kelgan vaqtida o'zimizning qaysi maydonning to'g'ri ekanligini biz ko'rdik.
Kimning bizning do'stimiz ekanligimizni biz ko'rdik. Shundoq bo'lgandan keyin biz bizga do'st bo'lgan davlatlar tarafda turib, o'zimizning shu mustaqillik yo'lidagi, ya'ni irqiy qirg'inchilikni xalqaroga to'ntirish, xalqaroga qabul qildirish, bu masala haqidagi da'voyimizni to'xtatmaylik qarindoshlar. Namoyishlarni yana shundoq takror qilaveraylik. Namoyishlarga chiqaveraylik. Dunyo Uyg'urlarga bo'layotgan bu irqiy qirg'inchilikni to'nig'in. Deb o'tirib yana davomliqmish o'zimizning da'voyidan boshqa narsalarga bakcha әгіп ketmeyli. Başka yollara kirip ketmeyli demekçi. Başka işlerge özümüzden haddinden ziyade artık zihnimizni ularga çeçip etmeyli demekçi. Mina demekçi oğunum. Yani la bizning derdimiz nima? Bu hemmimizga o'rtaq. Shundoq bo'lgandan keyin o'zimizning shu erkiy qirg'inchilik davoyida yana o'tirib namoyishlarimizni, har turli ishlarimizni yana davomlashtirib ketaveraylik demoqchi qarindoshlar. Qarindoshlarimiz omon bo'laylik. Rahmat ko'pchilikka, sizlarga rahmat. Inoq ittifoq bo'laylik qarindoshlar. Boshqa gaplarni deb kelsak, sizlar bilan ko'z qarashimiz o'xshash. Bu xo'shalik xabarni men har holda sizlar bilan o'rtoqlashdim. Kuchimning yetishicha tirishdim. Bu xabarni sizlarga yetkazish uchun gapim taqatib hayajonning ichida. Yana desam, yana dugim keldi. Men o'tirib anglagan bu xabarni. Masalan, Litva, Latviya, Estoniyadek masalan Latviya davlatlari Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni qabul qilmoqchi ekan degan vaqtda biz nurg'un insonlar bilan paranglashib turibmiz. Ba'zilari qabul qilishni biz besh qo'llab o'tirib biz qarshi olamiz. Bo'sqa shundoq bo's dedi deganlar bo'ldi. Bu yerda mening kallamda o'tirib bir ajiz davlat mushundaq ishlarga kelgan vaqtda qanday qadamlarni olar? Olmaymi qolarmi degan narsalarda bo'lgan. Mushu haqliq da'voga kelgan vaqtimizda Xitoyning bu yerda mushu iqtisodiy kuchi bilan tahditlari tufaylidan bular o'tirib bu haqliq da'voning haqliq da'voni yani kechiktirami qandaq bo'ladi deb o'tirdik. Qarasak o'tirib bu yaxshi xabarlar kelyotdi. Ajiz davlatlarning ya'ni biz tarafda turayotganligini. Albatta ularni biz ajiz desak bo'lmaydi. Albatta u davlatdagi xalqlarning g'ururiga tegadi. Bu yerda davlatga vaqtida boshqa davlatlar bilan solishtirib, iqtisodiy ahvoli, territoriyasi har jihatda cho'ng bo'lgan u davlatlarga solishtirib o'tirib biz bu so'zni qo'llandik. Menimcha bu vaqtimizda buni insonlar tushunadi deb o'ylayman. Qarindoshlarimiz boshqa gaplarni desak, yana keyin paranglashamiz. Qarindoshlar, yana ang oxirida inoq bo'laylik qarindoshlar. Uyg'urlikqa qaytaylik qarindoshlar. Chunki bugungi dunyoning o'zida Uyg'ur, ya'ni Uyg'ur irqiy qirg'inchilik ustida bo'layotdi. Yana xabaringlarda bor, o'zinglar ko'rdinglar, masalan, Amerikadagi 3-nomerlik shaxs Nancy Pelosi xonim Xitoyning 2022-yili Xitoyda o'tkaziladigan, Beyjingda o'tkaziladigan olimpikni boykot qilish chaqirig'ini chiqardi qarinda. Aslidagi eng asosli sabab bu yerda Hong Kongga, Tibetga, boshqalar tutayotgan inson huquq siyosatidan boshqa yana bu yerda Uyg'urlar yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik masalasini alohida tilga oldi. Yana o'shaning o'zida qarasanglar 2022 irqiy qirg'inchilik olimpigi deb o'tirib degan so'zni anglaysizlar. 2022 2022 irqiy qirg'inchilik olimpigi bo'ladi degan so'zni anglaysizlar. Irqiy qirg'inchilik deb o'tirib Xitoyning boshqa millatlarga tutgan siyosatlarni faqat va faqat Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik deb to'niyotgan qarindoshlar. Siyosat strategiya bizning ustimizda ketyotdi. Bizga qarayotdi. Shuning uchun qarindoshlar inoq ittifoq bo'laylik. Bütün vücudumuzni, bütün zihnimizni, bütün aqli qobiliyatimizni bugun shu vatandagi millat uchun qandaq ish qilib berma, bugun men nima ish qila olayman, erta nima ish qila olayman, qandaq ish qilsam foyda bo'ladi. Buni yaxshi o'ylaylik. Kuchimizdan kelishicha, tirishcha biz bu haqliq da'voyimizni albatta voz kechmaymiz, ammo buni qandaq qilsam bir yuqoriltima, qandaq qilsam o'tirib jihiltima degan nuqtada mangaylik qarindoshlar. Bo'ldi. Xayrlik, aman bo'linglar. Ko'rishgacha aman bo'laylik qarindoshlar. Xo'sh.